Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da Gacırhoz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 5. ayının 16. günü hürmetli vatandaşım. Endi vaziyet doğrusu nemi deyimiz? Mesela özümüzden tahliliga asaslansak, hem materyal asasıdaki, yaki konkretlik asasıdaki tahlilimizge asaslansak, yani bir keçide özgerdi vaziyet değişki buludu vatandaş. Mesela alaylı, Amerika Koşmuş Ştatları, Aksaray, Devlet Bexatarlığı Məsləhətçisi, Jack Sullivan efendi, 10. ayının ve 5. ayının 10. günden 11. günü geçe Vina şehrede Cungo'nun diplomatı Wang Yi ile 10 saat söhbetleşti. Asası iş öz ara bardı keldi münasibetini saklap kalaylı. Alaka münasibetli bulup duraylı. Sözleşiş ve diyalogunu esik keltireyli. Muşu söhbet dinkin bugün hesaplı 4 gün öttü ya ki 5 gün öttü desiniz, eyran kalısız tor betlerinin hemmisi cimip gitti. Muşu vina söhbeti doğrusu da tor betleri artıkçı gep kılmadı vatandaş. Bunun oldu dedik mi ya keyin arlığı size haber taptığınla. Çünkü Kompartiyası dedi ki, ya ki metbaatları dedi ki, Cungo'da senzor intayın sezgür bilgaçka biz bunu Cungo Kompartiyası dedi desek mi böyle birdi vatandaş. Torbettir diye ki içtimai tarat kuladı nimi değildi. Tayvan'ga uruş kılış, uruş eçiş bu ahmaklığın işiydi. Muşu bir cümlede toxtayla, Tayvan'ga hücum kılışının halımıdı Cungoluk değildi. Ya ki Cungo halka kabul kılmadı değildi. Muşu gepnin özü mi desiniz Cungo Kompartiyasının meydanında, siyaset meydanı bolup mu Tayvan'ga kıratkan siyaset meydanında az dolu özgürüş bolğanlığı. Bunun sebebi Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Bexatarlığı Məsləhətçisi Jack Sullivan hem Tayvan müstakillik jakarlısı kollamayımız diğerlik münasebetlik. Biz endi köreyli, yani vaziyet özgerdi dedik. Mesela 14. günüden başlap mı? Hazır Cungo Kompartiyası töt taraflık deniz yüzede her bir halet ilan kıldı. Cenubu deniz, Şarkı deniz, Boğay denizi, Serik deniz. Bunların hemmisi Tayvan'ı devir kılıp Japonya'ya geçe. Japonya'yı devir kılıp Çavuşan Kore'ye geçe. Hatta Canubu deniz, Filipin, Şarkı Canubu Asya aldırıya tutuşuduğu raylığı desek, onun çıkan zamanla olması mı? Cungo Kompartiyası bu raylığa her bir halet ilan kıldı. Vatandaş, tünü gün söhbet davamlaştı, ahırlaştı. Bir yaxşılıqdan nişanı, bir yaxşılıqdan derek yetip geldi deyle. Lekin Cungo Kompartiyası bir keçidil her bir halet. Sebebi nime? Deyişçe Amerika Koşmuş Ştatları bilen Filipin devleti möörigi tireş belgilik her bir manevret gezdiydi. Sebebi şu ki, bu sebepten koyup durayla. Ondan ki yani bir ciddi özgürüş değil. Bu ciddi özgürüş Avrupa İttifakı Komiteti İcraiye Reisi von der Leyen Hanım bayanat ilan kıldı diyecek mesela Cungo'nun Ukrayna Rusya vuruşunu yaraştırışka teyyarlık kılıvatkan diplomatı Lixoy. Avrupa'nı ziyaret kılış, Ukrayna'nı ziyaret kılıştan avval von der Leyen Hanım şundak bir caranlı sözde etti ki Ukrayna'nın teşliği Ukrayna'nın mevcutluğudur. Ukrayna'nın mevcutluğu Ukrayna'nın teşliğidir. Eğer Cungolukla mezmuni gepten
yaraştırmoqchi bo'ladigan bo'lsa berib, o'zining Moskvaga yoki Sovetlarga ta'sir ko'rsatadigan ta'sir ko'rsatish huquqi va o'rnidan foydalanib, Rossiya yoki Moskvaga ta'sir ko'rsatib, urushni oxirlashtirish kerak. Vatandaşım, biz 2 kun burun sizlarga nima degandik ha? Esinglarda bormi vatandaşlar? Rossiya Ukraina urushini yarashtirish uchun Jungo tinchlik elchisi bo'ladigan bo'ldi. Jungo yarashtirish uchun sahnaga chiqadigan bo'ldi va bu yo'lda o'zi rol o'ynaydigan bo'ldi degan edi vatandaş. Şunda xabar keldi sizlarga, shunda yetkizgan edik. Bugun Vanderlayinning so'zini angladingizmi? Selishtirib keling. Endi biz buni nima deymiz desangiz, vaziyatda bir kechada o'zgarish hosil bo'ldi deymiz. Bunda nima gap? Amerika Qo'shma Shtatlari amaliyotda 2 qadamda ya 2 masalada yo'l qo'ydi deyli. Biri Ukrainani Rossiyani yarashtirish masalasi bo'yicha Jungoni taklif qilmagandimi, Jungoning iltimosi va iltijosini qabul qilib, marhamat, sen yarashtirsang bo'ladi deb yo'l qo'yish. Ikkinchisi, Tayvan mustaqillik jakarlisi qo'llamaymiz deb avvalgi siyosat davriga qaytish. Bu intayin eg'ir qaytish, eg'ir yo'l qo'yish vatandaş. Bu 2 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati siz xabardor, biz xabardor. Masalan, shaxsan men o'zimning maydondan aytganda, Tayvan mustaqillik jakarlisi qo'llamaymiz. Buningda fikr qilish da o'z ixtiyorimda qilishim mumkin vatandaş, siz ham shunday. Çünkü Amerika'nın yuqori darajalik amaldorlari arqa-arqadan Tayvanni ziyorat qildi. Ham Tayvanda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlik jang qilg'uchi askariy qismlari Tayvanning askariy qismlarini tarbiyalayapti deyilganda, hozir esimizni qilishimiz yak keldi vatandaş. Hatta bu qatam oshkora holda Jack Sullivan Devlet bir xatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Viyna suhbatida Wang Yining oldiga oshkora holda genocide Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni eg'izga olmadi vatandaş. Biroq siz shuni ko'ringki, anda mushu orliqda to'satdilla Amerika Qo'shma Shtatlari da bir o'zgarish, ya'ni İslam diniga e'tiqod qiladigan millatlarga Ramazon yoki ro'za hayitlik ziyofat berish. Bu ziyofat berish davlat mahkamasi o'tkazildimi? Qayerda ism yo'q, radioda ko'rdim. Bu ziyofatga Uyg'urlar tarafdan 2 kishi qatnashibdi. Buning ichida Ömer Qanot apandi ham Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning rasmiy qabul qilishiga erishibdi. Bu yerda bir vaqt jadvali, bir vaqt nuqtasida turyapti vatandaş. Gerçi davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bu qatim Vinada Uyg'urlar masalasi, kishilik huquq masalasi, jiddiy ta'xirsiz yoki qirg'inchilik qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi masalasini eg'izga olmagan bilan, masalan, Uyg'urning faoliyatchilari Ömer Qanot apandini bu qatim ziyofatda, choy ziyofatida, ya'ni ro'za aytliq choy ziyofatida qabul qilib ko'rishganligi va suratni, birga tushgan suratni Erken Asya Radyosu'nun Uyg'ur bölümünde e'lon qilganligi, bunun o'zimi vatandaş ancha chaqchaq emas. Chunki nima uchun chaqchaq emas deymiz? Sababi 9-kuni, Chisla vaqt nuqtasi 5-ayning 9-kuni. 5-ayning 10-kuni Viyna suhbati boshlanadi vatandaş. Chaqchaq emas. Bu ishlar vaqtning o'rinlashtirilishi hargiz chaqchaq emas. Biz mushu nuqtada bugun vatandaşlar ruxsat qilsa, uzundan biri o'ylab kelayotgan. Masalan, biz o'ylab kelayotgan masala Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat qaychilishib kelyotdi. Qaychilishib kelayotgan tashqi siyosat vaqt talab qiladi.
Uyghur davası vaqtni kutib tura oladi. Chunki vatanda Uyghur jazo lagerida o'lyapti, to'xtamay o'lyapti vatandosh. Xitoy buni barg'ansiri yoshiryapti, xalqaro diqqatdan qilyapti desangiz bo'ldi bir hisobda. Lekin mushundaq ahvolda vaqt qoychilishib kelganda Uyghur da'vogarlar nima qilish kerak, nima deyish kerak? Kutib turish kerakmi? Masalan, Amerikada tashqi siyosat qoychilishib kelyapti degan emas. O'tgan yil 5-oyning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi shunda degan edi. Men shu vaqt dabdaba bilan so'zildim, xo'sh bo'lib. Tayvan mustaqillik jakarlısı bizden çatığımız yok. Bu Tayvan'dan o'zining ishi edi. Yanımızma bir yildan keyin bugun endi Tayvan mustaqillik jakarlısı qarıştırımız deganlik. Bu başta aytganda Jungo'ga yo'l qo'yish. Jungo yo'lga qo'ygan Amerikaning yo'l qo'yishini tushundimi? Jungo Amerikaning yo'l qo'yishini yaxshi ifoda bilan javob qaytardimi? Mesela Jungo Amerika'nın taleplerine ma'qulda bir noktada bir yol koydu mu? Biz hazırlık hech narsa ko'ramiz vatandaşım. Sen bugün yani Jack Sullivan bilan suhbat o'tkazib turib, Vinada Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Vinada suhbat o'tkazib turib, yana nima deb 14-kuni sen dengiz 4 taraflik dengiz etrafida harbiy holat e'lon qilmoqchi. Bu kimga selingan tahdid? Amerika Filippinga yoki Tayvanga bevositami? Shuni biz dedik vatandoshim mushundan qaraganda nihoyat sezgir. Hozir vaziyat til sirat ko'vrigi ustida ketyapti. Tunugungi munosabat davlatlararo bugun yo'q. Bugungi munosabat ehtimol ati yo'q bo'lishi mumkin munosabatlar. Yanılmazma, Türkiye'nin keyfiyat mesela Cungoluklarının Tayvan'ı kurallık boysunduruşunu emelden kaldırmız ya ki bu ahmaklık diğerliği ona bir özgürüşü bir kademi deseniz bugün sen tört tarafta her bir halet ilan kılgının bu demek tünügün kişi aldamçılık bugün kişi tevekkelçilik bunu da vatandaş Xitay üçün aytkanda anmışındaq vakitte Ömer Kanat Efendim'e ahırı koyduğun sualimiz, hürmetli Ömer Kanat Efendi, faaliyetleriniz canlılık buluyordu. Hazırlıklı ben sizin toluk 2 cümle sözünüzü isimde saklap duruptu ben Ömer Kanat Efendi. Bir kristal keçisi, Hitler armiyası, Hitler sakçıları, Yahudi Jewishlarni parakende kılıp Germaniyada tutqun qilgan vahimalik kecha. Siz bunu devlet meclisinde bir yığında oturup koydunuz. Sizden bu fikrinizden ben hoş buldum Ömer Kanat Efendi. Lekin ikinci qitim yana bundak bir sorunda şundak dediniz ki Ömer Kanat Efendi biz Amerika'nın qo'lidan kelmaydigan ishlarni qilib berishini talab qilmayman dediniz. Ben buna qarşı fikirde bo'lmasam sizin bu fikrinizni qabul qilmayman. Çünkü ben Amerika'nın qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Her qanday ish Amerika'nın qo'lidan keladi. Her qanday ish Amerika'nın qo'lidan keladi. Fakat sizde cüret yok. Gapning no'chisini qilishga, cho'nqurroq fikr qilishga sizde cüret yok Ömer Kanat Efendi. Mush ikki gapingiz esimda. 3-chi qatim bu da Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 5-oyning 9-kuni Ramazonlik heyt yoki heyt arabista bilgan ziyofatni sizni qabul qilib ko'rishganligidan men 5-oyning 10-kuni Oqsaroyning davlat ishlar maslahatchisi, davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning bu qatim suhbatda andaq-mandaq so'zlashmaganligini Xitay taraf bilan masalan Uyg'urlar masalasi to'g'risida cho'nqur suhbatlashganligini turgan dedim-ku. O'tirdi masala bo'lmasa 10 soat so'zlashida qaysi bo'lamdi dedim-ku vatandosh. Shunday gapda. Shunday gap vatandoshim. Shuna qo'ydik. Ömer Kanat Efendi'ge endi vaqt yetdi. Masalan, shaxsan men o'zimning vujudi va o'zimning hayotidan chiqarsam xulosa. Anadan keyin
Uyg'urlarning 8 yillik jazo lageri hayotidan chiqasa xulasa, vaqt shu yerga yetdi. Ömer Kanat Efendi, biz endi demeymizki Amerika'nın qo'lidan kelmaydigan ish deb o'zimizni yoki mas'uliyatdan neri qochirmaymiz deyman Ömer Kanat Efendi, shundaqmi ya? Men sizga eng oxirgi qatim shu savolni qo'yayki, zodi nima? Uyg'urning Amerika Qo'shma Shtatlari da'vo ishlari zodi nima? Zodi qandaq da'vo? Uyg'urning da'vosi faqat diniy e'tiqod da'vosi, ama